Nega bosh qo'yganda onam 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 ularamadı gapim onam onam uyga mehmon kelganda onam 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 to'y bo'ldi gapim onam onam Әмді bu naqshning o'ng qo'l pas urish qismini qandoq chalamiz deganda, men bu pas urish qismini 7 bo'lak bilib qo'ydim. Men bir chalib ko'rsatib qo'yay. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 eng muhim yeri bo'lsa 3-si bilan 6-si. Bu pasni qandoq chiqaramiz deganda, ko'rsatkich barmoqni asta sergan chog'da mushu alqinimizning mushu ostinqi mushu qism bilan mush ovoz chiqqan hamon to'sib olamiz. Masalan, mana bundoq. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Hamdi tez chalib bir ko'rsatib qo'yay.双击关注带你了解抖音。